Qadrli kuzatuvchilar, mehrobga e'tibor qaratingchi, odam siymosi soyasini siz ko'ra olasizmi? Men zimdan kuzatdim, men ko'ra oldim. Agar sizga yordam beraman, mana bu suratda mana odam soyasi gavdalantirilgan. Bu esa Photoshopda ishlangan versiyasi. Endi e'tibor qarating, xo'sh, siz shu soyani ko'ra olyapsizmi? Qadrli kuzatuvchilar, biz ayni vaqtda Abdulazizxon madrasasidamiz. O'z davrining mo'jizasi sifatida qaralgan ushbu xonaqoh. Keling, ushbu madrasaning tarixi haqida sizga qisqacha tushuncha berib o'tsam. Abdulazizxon 6-marotaba haj safariga borayotganliklarida tushlariga nuroniy chol kiradi. Va chol shunday deydilarki, o'z yurtingizga bor va shunday bir me'moriy obida qurdirginki, foniy va boqiy dunyodan so'zlasin. Hamda sening xalqing asrlar davomida bu obidadan bahra olishsin deydilar. Me'morlarga kelib shunday topshiriqni beradilar va qurilish ishlari boshlab yuboriladi. Biroz vaqt o'tgach, ya'ni qurilishning bir qismi yakuniga yetgach, Abdulazizxon bu yerga tashrif buyuradilar va xonaqohga kirishlari bilan e'tibor bering aziz do'stlar. Xonaqohning janubiy qismiga do'zax gavdalantirilgan. Mana e'tibor bering qadrli kuzatuvchilar. Chayonlar, ilonlar gavdalantirilgan. Mana do'zaxning otash olovlari gavdalantirilgan, ya'ni sariq rangda chizilgan. Ikki chetda esa go'yoki sizga kobra iloni hamla qilayotgandek go'yoki tasvirlangan. Xonaqohning shimoliy qismida esa jannat tasvirlangan, ko'm-ko'k osmonlar va qarang, mana shu dunyoni, mana shu hayotni qiyinchiliklariga chidagan, sabr qilganlar jannatga kiradi deya mana shu yer gavdalantirilgan. Endi sharqiy qismiga e'tibor qarating qadrli do'stlar. Bu yerda Alloh borligi, Allohga ishonish to'g'risidagi oyatlar yozilgan. Endi xonaqohning g'arbiy qismiga e'tibor bering. Sizni ikki tomonda go'yoki ayiq tasviri qarshi oladi. Me'morlar shunday demoqchi. Ya'ni saltanat, kuch, qudrat bu Alloh tomonidan berilgan va bu qaytib olinishi ham mumkin. Bu sinov dunyosida berilgan, bunga ishonib qolmang degan ma'nolarni anglatar ekan. Xonaqohdan chiqib qancha uzoq borsangiz, odam soyasini shuncha ko'proq ko'rasiz va guvohiga aylanasiz. Endi ayting aziz do'stlar, qarang bizda qanday tariximiz bor va Abdulazizxon o'z davrida 1652-yilda mana shu mo'jizani qurilishiga sababchi bo'lganlar. Video agar sizga yoqqan bo'lsa, like bosing. Bizni endigina kuzatishni boshlagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'ying. Bu kabi qiziqarli videolar har doim e'tiboringizga taqdim etiladi. Rahmat.